Avvalambor assalomu alaykum tomosha qilayotganlar. Mana bizning kirlomiz chotka o'tirdi joyiga, kak palojna har ikkovsi ham o'tirgan. Bu endi prostoy unaqa emasda, oddiy mashinaniki emas, shunday 4 ta boltga tortib shunday qo'yib o'tib ketaversak. Yo'q, bu har bittasi meni bez opit umrimdan bir kun sinovat qildi har bitta donasi. Buni ko'tarishi, qo'yishi, past balandligi, boshqasini mana hali bular darabatvet qilinadi. Prosta endi turibdi, чтобы четкий razmer bo'lishligi uchun. Keyin yana bitta iltimos, kommentariyaga yozinglar, qayerga Samarqand territoriyada, Samarqand shahar, tuman territoriyasida qayerda epoksidniy smola, stekloplastik va shunga o'xshagan uglevolokno, shunga o'xshagan narsalarni qayerga sotadi? Shuni bitta yozib qo'yinglar iltimos. Salomat bo'ling. Kuzatib boringlar. Bizlar to'xtab qolganimiz yo'q. Endi xudo xolasa eshik qilamiz va keyin stekloplastikni boshlaymiz.